Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Qo'limda hozir Chang'an Nevo Q05 mashinasini kaliti turibdi. Ushbu avtomobil O'zbekistonga Yuvanap, Tracker, Kia Sonet'larga konkurent bo'lib kirib kelmoqda. Mashinamiz to'liq elektromobil hisoblanadi. Hozir siz bilan buni to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Tashqi ko'rinishi old tarafdan boshlaymiz. Faralarimiz 2 qavatli. Xo'p, yuqorisida kunduzgi gabarit faralar va ostida LED faralarimiz joylashgan. Mashina futuristik zamonaviy dizaynga ega. Oldida panjara yo'q, faqat shu elektromobilga xos bo'lgan pastda sovutish uchun sport rejimga olganda avtomatik ochiladigan bu yerda panjaralari joylashgan. Mashinamizda shu disk ko'rinishidagi 225-60R17 razmeridagi ballonlar turibdi. Mashinani zaryadka qiladigan joyimiz mashinaning chap tarafida joylashgan. Bistri zaryadkasi ham, uyda qiladigan zaryadka kichkina porti ham hop mashinani chapda joylashgan. Mashinamiz bo'yiga to'riq quruch, eniga 273 metr. Ko'rib turganingizdek, ruchkalarimiz mashina bilan parallel qilib joylashtirib ketilgan. Kalit bilan yoniga kelganingizda shu bokovoylari o'zi avtomatik ochiladi. Tashqi ko'rinishi orqa qismida ko'zga tashlanadigan mana shu ikkita spoiler mavjud. Ozgina chiqib o'rtasi kirib turadi. Bagajimizning umumiy ko'rinishi shu. Tilab yoritgich chiroqlari bilan ko'rsa, mana shunaqa yon beradi. Bagajimizda elektron ochilish xususiyati mavjud. Mashinani xarid qilganingizda uyga qo'yiladigan 7 kilovatli batareykasi o'zi bilan birga chiqadi. Xo'p, hozir bagajimiz 540 litr. Undan tashqari mana bu yerda pastida yana bagaj joyi bor. Va ushbu sidenlarni yotqizsangiz, bu hajm 1380 litrgacha chiqadi. Yopayotganda ham shuni bitta bosib qo'yasiz, o'zi avtomatik tarzda yopiladi. Endi mashina salonini haydovchi qismini ko'rib chiqamiz. Meni bo'yim 1.85, shuni hisobga olasizlar. Xo'p, bu yerda mana bu o'sha tepaga pastga ko'taradigan spinkani, mana bu oldiga orqaga va bu yerda bilsanglar mana bu yerda bel qismida kirib chiqaradigan joy mavjud. Qo'shimchasiga abdub, avagrev va massaj funksiyalari mavjud ushbu mashinamizda. Bu bilan mana belingizga moslab olsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa o'ng tarafda yo'lovchilarda ham quyidagicha elektron tarzda joylashgan. Mashinamizda nappa ko'jalari ishlatilgan, yuqori va pastki qismlarda bo'lsa yengil plastikdan ishlatilgan. Bu yerda quplash, ochish, oyna ko'tarish funksiyalarimiz mavjud, bloklash funksiyasi mavjud. Ikkita akustika kolonka sistemalari ham mavjud. Bu yerda podstekanligimizda menga yoqqan tarafi, men endi o'zim mashinamda yo'q, buyukda. Solib qo'yganda qimillab ketardi. Bu yerda o'zi qisib oladigan narsasi bor ekan. Bardacho ancha chuqur, bardacho zo'r. Keyin bu yerda muzlatgich demayman, muzlatgich emas, mana bu yerda konditsioner yoqqaningizda avtomatik bu yerda ham ventilyatsiya bo'lar ekan, lekin muzlatgich emas bu. Keyin bardachoyimiz quyidagi ko'rinishda. Ana pul solsangiz u ichkarisigacha kirib turar ekan. Mana shu tarafi yaxshi ekan bu yerda. Yopamiz. Xo'p, deflektorlarni ko'rsatdik. Endi USDNga o'taman. USDNda Xo'p, mana bu yoqni ko'rsatamiz birinchi. Tak, mana ko'rayotganmisiz? Bu yerda ham. Mana bu yerda o'tirib beraman. Mana misol uchun o'tirdim. Bo'yim 1.85 o'tirdim. Mana shunda o'tirsam, menimcha menga ma'qul. Mana shunda o'tirdim deydi. Shunda o'tirgan holatimda orqadagi o'tirayotgan odam qanaqa qilib o'tiradi, o'sha holatini men sizlarga mana jonli ko'rsatmoqchiman. Oldiga qulay joylashdim. Endi orqamdagi endi 1.80 bo'yim balandroq. Mana o'tirganingizda tizingiz oldida yana mana bu yerda 1.8 sm joy qolyapti mana. Bunda o'tirsangiz, misol uchun mana bu yerda bemalol joy bor. Keyin bu yerda yana yaxshi tarafi, xo'p, zaryadka port bor, deflektor bor, uni gapirmayman. Mana bu yerda ikkita kolonkamiz bor eshigimizda. Eshigimizda ikkita kolonkalari bor. Объяснение shu ochib yopiladi, oynasi, regulovka. Keyin yana bitta yaxshi tarafi mashinamizning yer tekis bilsangiz, mana bu yerda mashinalarda ba'zilarda bunday narsasi bo'ladi. Buni chiqib turgan, bizda yerimiz tekis, ya'ni oyog'ingizni mana qilib teparoqdan ko'rsangiz, bunday qilib o'tirish shart emas. Xullas, tegimiz tekis. Xo'p, ko'p mashinalarda mana shu funksiya yo'q. Bu nima funksiya? Mana buni ipini biz tortib turib, bundoq qilsak, birinchidan tak. Orqa bilan mana ko'rayotganimiz mana bu tekis karavot holatiga kelib oladi. Bundan tashqari buni mana bitta yotqizdik, bitta bo'ldi. Buni yana ham orqaga chuqurroq mana yotqizsak bo'ladi. Farqini mana ko'rsatamiz. Mana bu yerda bir 5 sm yana orqaga yotadi.
Mashinada 163 ta ot kuchi mavjud. Kitobida yozilishiga qaraganda 7 sekundda 100 gacha chiqadi deyapti. Buni hozir test drive'da siz bilan bitta sinab ko'ramiz. Undan tashqari bu mashinamiz 50% zaryadkani, misol uchun 30 dan 80 gacha 15 daqiqada zaryadkani olib olar ekan. Buni ham real siz bilan test qilib ko'ramiz. Yurishi вообще tetiq ekan. Eng oddiy rejimida ekan. Tak, mana mashina rejimlari. Hop, bergan joyda standart, komfort, sport, tip moshinasi ham moshinaga qo'yib qo'ysa, menimcha pedal bu yerda tortsa kerak. Ko'roqamiz, zaryadkamiz kamroq ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, mana hozir razворотqonmiz, zaryadkamiz 79. Bir xil mashinalarda 30 dan keyin sport rejimi tortmay qoladi, lekin bunda 30 dan past bo'lsa ham mana sport rejimiga o'tkazdik. Juda yaxshi olib beryapti. Tezlash ketmay, Hop. Tezlash ketmas ekanmiz. Mana bizda hozir mana bu hamma parametr ko'rsatyapti. Necha vat ketyapti, qanaqa rejimda, nimalar yoqilgan, zaryadkamiz qanchagacha, hammasi ko'rsatib turibdi. Tak, hurmatli kuzatuvchilar, mashinani mana hozir chuqurga atadan tushib ko'ramiz. Uncha sezmayapti. Tak, mana chuqur topib ko'ramiz, mana misol uchun. Tak, нормально. Pоворot yoqqanda, mana misol uchun chapga yoqsak, chap tarafda kamerasi bor, o'ng tarafga yoqsak, o'ng tarafda kamerasi bor. Mashina yonimizda turgan bo'lsa, o'shani ko'rishga bir qulayligi bor ekan. Hozir o'ngga qayrilamiz. Rul takoy o'zi yumshoq qayilib beryapti. Hop, mana hozir sport rejimdamiz, lekin zaryadkamiz kam, 69 kilometr qolgan. Bitta bosib razgon olib ko'ramiz. Va endi xuddi shuni hozir zaryadkani to'ldiramiz. Shu 15 daqiqada bu mashina 30% dan 80% gacha zaryadkasi to'ladi degan fakti bor. O'shani bitta sinab ko'ramiz, keyin sport rejimini ham bitta ko'rsak bo'ladi. Hop, hurmatli kuzatuvchilar, mashinamizda mana 4 xil rejim, 5 xil rejimi bor ekan. 5-inchisi sun'iy intellekt rejimi ekan. Standart, komfort, sport va sun'iy intellekt rejimi. Sun'iy intellekt rejimi siz mashinada har kuni haydab yurganingizdan u sizni haydash rejimingizga tushib, o'sha nastroykalar bo'yicha mashinani yurgizib berar ekan. Misol uchun standartda bu mana hozir men gaz qo'yib yuborsam, standartga qo'yib turib, gaz qo'yib yubordim, mashina avtomatik tormoz olyapti, regeneratsiya qilib turib tok yig'yapti. O'sha narsani mana bu yerda tormoz bosishini ham regulyatsiya qilib qo'ysak bo'lar ekan. Atak standartda mana misol uchun gaz bosdim, gaz qo'yib yubordim. Mana mashina sразу o'zi tormoz berib to'xtayapti. Bu standart rejimi, zaryadga yig'ib ketishi menimcha yaxshiroq bo'ladi bu yerda. Komfort rejim bor ekan, bu mana tip moshinasi shu standart o'rta holatda. Mana bunda nijniy deyapti, qo'zg'alish sekin ekan, sekin qo'zg'alyapti. Standart уже komfortda bo'lyapti, sport rejimi bo'lyapti o'zida. Mana hozir CarPlay'ga ulandi, telefonda gaplashib ketyapmiz, u ham ko'rinib turibdi. Telefoningizda nima narsa bo'lsa, shu narsani bu yerda chiqarib turadi, qulayligi mana shunda. Telefon bormi, Yandex bormi, telefoningizga nima o'rnatilgan bo'lsa, o'sha narsani bu yerda chiqarib beradi. Misol uchun Home bitta bosasiz, uyga go ket. Avtomatik telefoningiz bilan mashinaga chiqqaningizda ulanib oladi. Yandex ulangan, bitta mana gangachani beramiz. Ganga, голосовой ham bor. Ganga мороженый.
Ketdik 10 minut. Ekrani bu yerda 207K ekran ulangan ekan. Full HD ekran emas. O'shani hisobiga ham bilayotgan bo'lsangiz, tiniq ko'rsatyapti, xuddi iPhone ekraniga o'xshab. Multimediada bu yerda sound barlari juda ham ko'p ekan. Razворот qilamiz. 8 kolоnkasi bor ekan. Adashmasam, mana bu yerda tepalarida mana bu yerda mikrofonlari bor ekan. Menimcha hamma yoqdan ovoz kelib turibdi. Uni hozir yana batafsil anig'ini bilib gaplashamiz. Bu bitta tezlashishi ham 100 ga naqib qo'yapti. Mabodo mana svetofor kelib qoldik. Kimlar g'ing deyapti. Misol uchun mana bu o'zidan ham rejimlarni shundoq bitta bosib o'zgartirib qo'ysak bo'lar ekan mana. Sport rejimga qo'yib turib misol uchun mabodo nima bo'lib qolsa. Mana BYD qoldi. 060 gacha ham, u yog'iga ham juda zo'r yuryapti mashina. Endi keyfiy rejimga o'tib, komfortchani bosib qo'yaversak bo'ladi. Mana bu yerda razgonsi bo'ladi ham brat bilan, misol uchun. Brat yursa yurib beramiz. Ketdi. Ham qoldi. Qani kutamiz bratni. Gentra ke. Mana Gentra mana bosmoqchi bo'lyapti. Misol uchun anaqa katta bolalar kelib qolishi mumkin. Kelgan payt mana Gentra misol uchun. Bundoq qilib o'qisangiz bo'ladi. Yur. Yana ozgina misol uchun. Keyin tarbiyalash uchun bitta bosasiz. Mashina ketdi. Bu joylarni yutibga qo'yib bo'lmaydi endi ancha bir. 10 ga o'tdik. Chapga o'tdik, ketdik. Bitta qo'lda mana boshqaryapmiz rulni yumshoqligini tushuntirish uchun. Manyovri bir xil mashinani bilsanglar, mana shuni Dongfengda Leap Motor 16 da sezganman. Balki ular uzunroq bo'lgani uchundir. Kod ketib qoladi orqasi. Mashina bu mashinada men shu narsani sezmadim lekin. Mana misol uchun trekker kelyapti, mana orqadan taqayapti, oling mehruz, mana trekker. Mana keldi, misol uchun mana keldi, ozgina to'xtaysiz joyda. Bosiz. Bu shans yo'q dedi. Keladi endi. Keladi, misol uchun brendga shans uchun oldiga o'tkazib yuboraman hozir. Agar o'tsalar, o'tmasa ekan. Hozir biz oddiy komfort rejimidamiz. Keling. Keling tog'am. Ketamiz, to'g'ri. Mana trekker avtomobili bilan bitta ketyapmiz. Ketdi, bosdilar biradan. Mana shundoq bitta anaqa emas. Shansi yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, mana hozir zaryadga kiryapmiz. Etishligi bo'yicha bu 15 minutda 30% dan 80% gacha to'lar ekan, lekin hozir bizda 30% dan kamroq zaryadkamiz. Bitta sinab ko'ramiz, mana buni ko'rsangiz, hozir bizda 20 kilometr deyapti. Rovna 15 minutdan qilib ko'ramiz. Shu 15 minutda qani shu necha bo'ladi? Soatni bitta olib qo'yasiz, mana 6:15. Zaryadkamizni zaryadkamiz mashinani chap tarafida joylashgan. Ikkita razyomni ham Bistrida 30% dan 80% gacha 15 minutda olish kerak.
hozir biz buni yoqib qo'ydik. 15 minut bo'lganda ko'rsatamiz. Haqiqatda necha foiz bo'lganini. Mana bu yerda ikkinchi razyomi. Bu uyda zaryadka qilish uchun bu mashinada o'zi LCP batareykalari ishlatilgan. BYDda bilsangiz, Blade batareykalari ishlatiladi. Buni farqini yana batafsil tushuntirib beraman. Uyda zaryadkaga qo'yganda shaxsan, endi kitobida yana ko'rmadim. Shaxsan shu 40 kilovat batareyka bo'lgani uchun men ham uyda qo'yaman mashina. 6 soatda batareykasi to'lyapti. 40 kilovatli batareyali mashinaniki. Hozir buni mana buni ko'rsatib ketaverasiz, Behruz, ulab ketaveramiz joy-darcha. 56%, 58% bo'ldi 13 minutda, 14 minutda. Buni tez zaryad olishini sababi 3C degan 3C tezkor zaryadlash tizimi ishlatilgan ekan. Ma'lumotlarni ekranda qo'yib ketamiz. Kuzatuvchilar aytgan gapiga javob berdi. Nevo mashinasi mana 16 minutda 64 bo'libdi. 7% boshlagan bo'lsak, tak. Hop, 60 bo'lsa 55% zaryadkani уже olibdi. Mashina necha kilometrga yurishga tayyorligini hozir birato'la mana ko'rsatib keturaylik. Tak. Kalitimiz mana bunaqa. Mana ochib yana ko'rsataman. Hop, menga berib turasizmi buni? Bas mana 273 kilometr, o'zi 20 deb qo'yayotganimda, tushunganinglardek 15 minutda уже yana plus 200 kilometr уже masofa bosib o'tsak bo'lar ekan. Nevo Q05 mashinasi. Endi bu narsalar bilan qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Monitorda shu holatda ochiladi. Birinchisi bu faralarni o'chirish, yoqish knopkasi. Ikkinchisi bu yerda oynalarimiz, bagajlarimiz ochilib yopilishi. Uchinchi knopkamiz bagajni shu yerdan ochib yopsak bo'ladi. Va mana bu yoqda ham bakavoy, mana bu yerda oynalarimizni mana mana shu yerdan noqsi ochilib yopiladi. Misol uchun o'rta darajaga qo'ysak o'rtacha bo'lib ochiladi. Orqalarini ham ochib shu yerdan boshqarishimiz mumkin. Bu yerda keyin mana bunaqa narsa bor. Bitta hammasini bittada ochish, hammasini bittada yopish, to'rtta oynani baravar ochish yopish funksiyalari ekan bu. Xo'p, bizda tepamizda shtorka bor. Shuni ham shu yerdan boshqarsak bo'ladi. Undan tashqari qo'lda ham ruchnoy mana ajoyib animatsiya bilan ruchnoy ochib yopsangiz bo'ladi. Ikkinchisi bu ilovalar. Biz bu avtomobilga xohlagan programmamizni o'rnatsak bo'ladi. Telegram, navigator, kontrakam. Bundan tashqari yana boshqa ilovalarni o'tkazib olsak bo'ladi APK faylda. Bu ikkinchi qismi, shu yerda ilovalar qismi. Uchinchisi umumiy avtomobilni nastroykalari. Bu yerda mana alohida dunyo. Avtomobilga kirgandan keyin bizda o'zi mana shu oyna ochiladi. Bu yerda bizda standart, komfort, sport rejimi, o'zimizni sozlab olgan rejim va sun'iy intellekt rejimi bor ekan bu mashinada. Bu men hali mashinalarda buni ko'rmaganman. Balki qaysi mashinada bordir. Sun'iy intellekt qanaqa ekan, buni yoqib qo'yar ekansiz, siz haydaganingz sari sizga o'rganib, mashinani rejimini sizga nisbatan moslab berar ekan. Sport rejim bu hammamiz bilganimizdek o'sha sportda tez qo'zg'alib beradi. Yuqoridan keladigan bo'lsak, tip mощности bor. Misol uchun nijniyda sport bo'lmasa kerak, sportda mощный turadi. Shuni bosganingizda sразу reagировать qiladi. Regeneratsiya energiya degan joy bor bu yerda. Bu narsa nima? Misol uchun buni 100 ga qo'yadigan bo'lsangiz, gazni qo'yib yuborganingizda bu ko'proq tormoz oladi. O'shani hisobiga bu yerda mashina zaryadga yig'adi. Kamaytirib qo'yadigan bo'lsangiz, tormoz slabira oladi. Bu ayniqsa tog'ga borganda, tog'dan tushayotganda zo'r effekt beradigan nastroyka. Misol uchun bu yerda bir 60-70 orasida qo'yib olsangiz, tog'dan tushayotganingizda o'zi sekin tormozlanib tushib ketaveradi. Bu yerda чувствительность, ya'ni bitta bosganingizda sразу to'xtab olishi yoki sekinroq reaksiya qilishini tormoznikini ham sozlasak bo'lar ekan. Bu yerda rulli yengil og'irlik ekan. Ushbu nastroykamiz avto udержание. Bu yerda tormoz bosib turganda avtomatik parkovkaga tushib oladi agar buni yoqib qo'ysangiz. Misol uchun o'zi обычный rejimda tormoz qo'yib yuborsangiz, mashina o'sha D'ga urilgan holatda harakatlanishni boshlaydi. Bu funksiyani yoqadigan bo'lsangiz, tormozni o'sha 1-2 sekund bosganingizda уже parkovkaga tushib qoladi. Xo'p, ikkinchisiga o'tamiz. Tezligingizni belgilab qo'ysangiz bo'lar ekan. O'sha tezlikdan oshganda bu sizga signal berar ekan. Ikkinchisi bu yerda palasadan agar chiqib ketsangiz, tabloyimizda shu palasadan chiqib ketding degan bildirishnomani beryapti. Bu yerda tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz oddiy vibratsiya berib o'tib ketadi.
xohlasangiz ovoz bilan ani ting'irlab bitta sizga signal berar ekan. Ushbu parkovочный поддержка rejimimizni hozir nimaga kerakligini to'liq ko'rib chiqamiz. Buni qisqacha aytsam, pultdan mashinani oldiga, orqaga yurg'izish. Hozir buni yana ko'rib chiqamiz. Keyingisiga o'taman. Kuzov. Bu yerda rulni настройка qilish, беспроводной zaryadka pastdan telefonnikini yoqish. Hop, blokirovka. Bu yerda bagajni maksimalniy stepen открытия bagajа menimcha bu. Bagaj qanchalik ochilib yopilishini bu yerdan regulировка qilsak bo'lar ekan. Yana bitta zo'r настройкasi bu mashinada Sales 53% 209 km yurasan deyapti, lekin mana buni bossak, biz realniy qancha yuramiz hozirgi haydayotganimizga yarasha shuni ko'rsatib beryapti. 176 km deb shu yurishingizga qarab turib qilib beradi. Bu bo'lsa shu dokumentalning necha yurish kerakligini ko'rsatib beradi. Mana shu zo'r funksiya ekan. Путешествие bu endi biz umumiy yurayotganimiz, qancha расход qilyapmiz elektropotreblение bo'yicha bu настройкаlarni ko'rsatib beradi. Keyingisi zvuk. Bu bizda общий qanaqa ovoz chiqarish berish rejimlari. Endi bularni o'zingizga moslab sozlayversangiz bo'ladi. Громкость голоса, громкость ringtone. Bu umumiy ovozga aloqador sozlamalar ekan. Голос. Bunda shunaqa funksiya ham bor. Bunda ovozli buyruq bersangiz, oynalarni o'zi ochib yopadigan funksiyasi bor. Bu yerda o'sha ovoz bo'yicha sozlamalarni sozlash ekan. Связь telefon bilan bog'lanish. Telefon bilan bog'lanishi bitta yaxshi tarafi Apple CarPlay misol uchun iPhone'da yoki Samsung'da ham qilsa bo'ladi menimcha bu funksiyada. Apple CarPlay'da telefon mashinaga chiqishingiz bilan avtomatik ulanadi va mana bu yashil knopkani bossangiz, bu yerda sizga to'liq telefoningizni ko'rsatib beradi. Telegramingiz bormi, Yandexingiz bormi, hamma настройкаlarni mana shu yerda ochib beradi. Bunda bosib turib, misol uchun uygani bitta bosasiz, bo'ldi. Ketdingiz. Shuni alakasi o'ngga chapga qarqib shu Yandexda nima bo'lsa, hammasini ko'rsatib ketaveradi. Display rejimida bu o'sha monitorimizning yorug'ligi yoki pastligi, bu misol uchun tunnellarga yoki qorong'i joyga kiradigan bo'lsangiz, настройкасы avtomatik o'zi korrektirovka qilib oladi. Va oxirgisi bu yerda o'sha sistemasida OS degan sistemada ishlar ekan bu. O'sha bo'yicha endi bu ichki настройкалari pamyatni bu yerda nimalar o'rnatganimiz, nima o'rnatgan bo'lsak, o'sha narsalarni shu yerda bitta ko'rib chiqsak bo'ladi. Bu unaqa kerakli funksiya emas. Asosan siz ishlatadiganingiz приложение bo'limidan ishlatasiz yoki mashinani o'zini настройкаларni ishlatishingiz mumkin. Keyingilarimiz уже bu yerda konditsioner funksiyalari qanaqa darajada issiq kerakmi, sovuq kerakmi, shu yerdan настройка qilsangiz bo'ladi. Mashinasi yaxshi narsa ekan. Gradus o'zini o'lchaysiz. Endi mana bu yerda ventilyatsiyasi bor. Misol uchun buni har doim o'zgartiravermaysiz. O'zi odamlar o'ziga nisbatan o'sha ma'qulini menimcha yoqib qo'yadi. Hamma настройка qilib qo'yadi. Shuga qo'yib, oyog'gami, boshgami. Misol uchun mana bu max rejimi bor, oddiy rejim bor. Max rejimida tezroq anaqa qilar ekan. Уже mana bu yerda bilinib ketdi. Tezroq reagировать qilar ekan bu. Komfort сидения. Endi bu qismida bizda massaj, abdub, abogrevlarni yoqsak bo'ladi. Mana bu istalgan rejim ekan. Mana bunisi havo просто tagidan aylantirib turadi. Buni ham tez, oddiy, o'rtacha rejimi bor. Massajga bu yoqqa o'tamiz. Massaj yoqamiz. 15 minut, 20 minut, 30 minut xohlaganingizcha massaj qilsangiz bo'ladi. Bu yerda mana har xil massaj turlari bor. Bu yerda mana xatlarni qilib berayotganini ko'rsatyapti. Yonida mana massaj zmeyka, yelkalarning massaji, pastki massaji, kashachий massaj, xullas har xil turlarni tanlasangiz bo'lar ekan. Bundoq qilib o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, xullas konditsionerni bu yerda настройка qilib turib, keyin bu yerdan o'zimizga kerakli haroratga keltirib olsak bo'ladi. Qolganlari bu yerda shu yana konditsionerga aloqador sozlamalar. Undan tashqari bunda tepadan ham tushirsak bo'ladi. Tepada kerakli narsalarimiz yana shu ekranni ochish, yorug' yoki past qilish, musiqa ovozini sozlash,
Mana ushbu wallpaper настройкamiz edi. O'zimizga yoqqan обои ham qo'yib olsak bo'lar ekan. Отправиться путешествие. O'zini kartasi bor. Endi biz Yandex karta ishlatamiz. Buncha kerak bo'lmaydi. Hop, umumiy oynamizga o'tdi. Tak. Tashqaridagi oynalarni regulovka qilish, ekran tozalash rejimi nima ekan? Ha, ekran tozalashda bu oynani tortgan bo'lsangiz, shuni yoqib qo'yasiz. Shunda har xil narsalarga kirib ketib qolmaydi. 3 sekund bosib tursangiz, настройкasi yechilar ekan. Tak, yana krutoy spust. Tepalikdan tushayotganda yoqib qo'yiladigan rejimi bor ekan. Включить ekran, ekranni o'chirib qo'yish. Ekran misol uchun sizga yoqmaydigan bo'lsa, mana bitta kichkina 12 dyumli tablo bor. Shundan ham o'zi qarab ketsangiz bo'ladi. Mabodo ekran kerak emas bo'lsa, o'chirib qo'ysangiz bo'lar ekan. Ertalabki oq rejimga ham o'tar ekan. Oq rejim, qora rejimga shu yerdan настройка qilsangiz bo'lar ekan. Orqa задний люк, orqa bagajni bu yerdan ham ochib yopsangiz bo'lar ekan. Undan tashqari bizda rul orqali ochiladigan mana 360 graduslik kameramiz bor. Bu yerda mana bu joyi endi asosan bu joyi bitta alohida tema. Mana bu yana o'sha alohida tema mana. 360 degani 3D formatda ham ko'rsatar ekan. 3D emas, 2D ga qo'yaveraylik. 2D da mana orqa kamera, chap kamera, o'ng kamera hammasini ko'rsatib turadi. Bu parkovka qilayotganda sizga ancha yordam beradi. Agar yangi haydovchi bo'lsangiz, gabaritlarni o'rganishda ham sizga yordamchi bo'lishi mumkin. Bokovoy regulirovka qilish knopkamiz ham shu yerda joylashgan. Mana bokovoy bosasiz va ruldagi mana bu yerdan shuni управление qilsangiz bo'ladi. Unga chapga, tepaga, yonga mashdan xullas regulirovka qilishingiz mumkin. Bular bilan bokovoylarni regulirovka qilsangiz bo'ladi. O'sha rejimga o'tgandan keyin bu yerda mod, misol uchun sport mod, sun'iy intellekt mod, shu yerdan ham alishtirsangiz bo'ladi. Mana bu yerda misol uchun ovozni baland past qilish funksiyasi mavjud. Signal airbagimiz bor. Endi elektron tabloda nimalarni ko'rsatadi? Yurayotgan tezligimiz, qolgan kilometr masofamiz, ballonlardagi davleniyani ko'rsatadi. Undan tashqari gradus, ko'chadagi issiqlik 32 gradus Watt, umumiy masofamiz 83 kilometr yurilgan. Keyin mana bu yerda mana D ga yoki R ga oladigan bo'lsak, shu narsalarni ko'rsatadi. Umumiy yurayotganda qancha kilovat elektr sarflayapmiz, o'shani ko'rsatib turadi. Ba'zi payt ofisda mashinangizni olib turing deb pastga chaqirib qolishadi. Shu payt hamma erinadi tabiiy. Shunda mashinamizda mana shunaqa funksiyasi bor. Shuni bosib turamiz. 4-5 sekund davomida bosib tursak, mashinamiz o'zi yurish funksiyasi yoqiladi. Bu yerda mana ochish tugmasini bosadigan bo'lsak, mashinamiz o'zi avtomatik harakatlanadi. Bosib turaveramiz. Va mana orqadagi mashina bemalol o'zi harakatlanishi mumkin bo'ladi. Chiqib ketgandan keyin yana qaytib joyiga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Hozir mashinani gradusini bilish uchun uning uchiga termometr qo'yamiz. Mashinani gradusini bilib olamiz. Undan keyin siz bilan birgalikda konditsionerni maksimalni yoqamiz va necha daqiqada mashinani sovishini birgalikda kuzatamiz. Hop, hozir gradusimiz 59 gradus ko'rsatdi, keyin undan keyin ich yonib qoldi. Hozir sekin tushish kerak. Bu uchun biz konditsionerimizni maksimal tarzda qo'ydik. 18 dan past LO bo'lar ekan. Shunda 15 daqiqada hozir gradusimiz 23 ga tushdi. Endi men bu o'lchab beradigan temperatura apparat sal sekinroq ishlaganini hisobiga. Tak menimcha o'sha mashinada 18 harorati bilinyapti. 22-21 bo'lib temperatura apparatimiz ham sekin tushyapti. Faqat bitta narsani bilmay qolamiz mashinaga chiqish chog'ida. Hozir biz termometr mashinani ichiga qo'ydik. Ko'rganingizdek 60 gradusdan oshib ketib qoldi. Hozir havo harakati suv bo'lyapti.
va ichida o'tirib turdik shu 20 ga tushguncha. Lekin buni oson yechimi bor edi, shu narsa esdan chiqib qolibdi. Bizda misol uchun mashinaga chiqishimizdan oldin, issiqga o'tirmaslik uchun kalitimizda quyidagi funksiya mavjud. Eng pastda shuni bosib tursak, 5-6 sekund ichida mashina o'zi zavat bo'lib, konditsioneri avtomatik, misol uchun issiq bo'lsa sovuqga, sovuq bo'lsa issiq havoga qarab turib, o'zi aylanib turadi. Mana bosdim, 2 marta bu o'chib yonadi. Bo'ldi, mana shu ovozni eshitayotgan bo'lsangiz, konditsioner yondi mashinani. Keyin mashinaga o'tiraman. Bir 15 minutda 20 minutda menimcha sovib oladi mashina. Hozir ham chunki 60 gradusdan 20 ga tushguncha taxminan 15 minut ketib qoldi. Mana mashinamizda konditsioner yondi. Endi uni o'tiraman deganda shunday eshikni ochib o'tirib ketmaysiz. Yana o'sha eng pastdagi knopkani, zavat qilish knopkasini bosib turasiz 5 sekundcha. Mashinani o'sha rejimi o'chadi. Keyin mashinani yana ochish orqali mashinaga o'tirganingizda mashinangiz muzdekini bo'lib turgan bo'ladi. Konditsionerlari hammasi ishlayapti. Xullas, mana shu life hack. Bizga o'xshab issiq mashinaga chiqib olib uni sovishini kutmang. Undan ko'ra mashinaga tushayotganingizdan bir 15 minut oldin zavat qilib qo'ysangiz mashinani o'zi sovib turar ekan. Tak, hozir o'tayotgan odamlardan mashinamiz necha pulli mashinaga o'xshab ko'rinadi, bitta so'rab ko'ramiz. Mana pulti mashinamizani. Hozir ichida odam yo'q mashinamizani. Mashinamiz o'zi oldinga orqaga harakatlanadi, pultli mashinaga o'xshab. Keyin mana orqaga yurib bersa ham yurib beradi. Shu mashinamizni ko'rinishidan necha pulli mashinaga o'xshaydi? Narxni bera olmayman lekin. Taxminan dollarda misol uchun. Oldin ham keling ko'ramiz. Necha pul? 30 ming, 40 ming. Shunaqa narx beryaptimi ko'rinishda? Shunaqada. Menimcha 25-26 minglar bo'lsa kerak. Bordir bir 25 ming. Endi buni ko'rish kerak. O'sha 27 lar atrofida bo'lsa kerak. Lekin bizga ham nasib qilsa unaqa mashina. Ha, xudo xolisa. B guruhdan buni bo'lib to'lashga ham, nasiya savdo asosida ham xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari yana boshqa mashinalarimiz bor. Xullas 30-40 ming atrofida deb berdingiz mashinaga narx, to'g'rimi? Mashinamiz 22,5 ming dollar. Bemalol B guruhdan bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Rahmat. Hop. Mashinada menga yoqqan 3 ta eng yaxshi tarafi bu birinchisi 15 minutda 50% zaryadga olish. Misol uchun 7% da zaryadkaga qo'ydik, 57-60 gacha 15 minutda уже olyapti. 15 minutda 50-55% zaryadga olyapti. Ikkinchi eng yoqqan tarafi bu buni razgoni. 7 sekundda har qayerda menimcha 100 gacha bu mashina chiqyapti. Ko'chada Dongfeng bo'ladimi yoki Yuanab bo'ladimi, boshqa mashina hech kimga shans bermaydigan juda tez mashina ekan. Uchinchi tarafi buni bagaji. Bagaji ham katta, yotqizsangiz karavot holatiga kelib oladi. Undan keyin yana ko'p mashinalarda yo'q, o'z zapaskani joyidagi. Zapaskaga qo'yib bo'lmaydi. Ochsangiz juda katta o'zini bagajniki mavjud ekan. Shu joylari menga eng yoqqan taraflari bo'ldi. Bugun siz bilan Changan Nevo Q05 mashinasini to'liq obzorini ko'rib chiqdik. Ushbu mashinani B guruhda qulay shartlar orqali nasiya savdoga olishingiz mumkin. Ushbu avtomobilimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, o'z izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi mashinamiz nima haqida bo'lsin, shuni ham izohlarda yozib qoldiring.